$94,900 ikkita qo'li deysizmi? Ha? Labbay. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Videoga like bosib qo'ying. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Yangiyo'l qishlog'ida joylashgan. Yangi O'zbekiston bilan oraliq masofa 32 kilometr. Betonkaga 1 kilometr. Mahallamiz tekis, asfalt qilingan. Orientir Asadbek to'yxona, yonida maktab, bog'cha, poliklinika, mahalla komiteti, osh markazi, do'konlar. Muammo qilmasangiz bo'ladi. Yonda arg'am o'tgan, tinimsiz suv oqib turadi. Fasadiga keladigan bo'lsak, 30 ga 73. Hozir uy ichkarisiga kiramiz. Qo'l uyimiz ichkari qismiga kirganimizda ikkita bino inshoot qurilgan, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Hujjatda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan yer maydoni 18 sotuv, amalda foydalanayotgan yer maydoni 21.92 dan iborat. Bu binoyimiz 3 xonadan iborat. Hol, oshxona, TV zona, spalni, detskiy. Bu yangi solingan imoratimiz ham 3 xonadan iborat. Hol, mehmonxona, detskiy, spalni. Yer maydonni kattaligini qaraydi. Dodamlar do'ppini otganlarmi deyman. Mevali daraxtlardan olcha, olma, chereshni, giloslagacha bor ekan. Teri ham ekib qo'yilgan ekan. Chorvachilik qilaman desanglar, molxona ham qurib qo'yilgan. Bu uyimizga yana 4 ta imorat solsanglar bo'ladi. Bunda sizga 15 yil tajribaga ega po'ri ideya dizaynni taklif qilaman. Qo'l uyimizning egalari $110,000 da o'tganda $94,900 ga ko'ndirib qo'ydim. Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsanglar yana kelishtirib beriladi. Bu videoni shunaqa katta yer maydon qidirayotgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Like, komment yozishingizdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.